Assalomu alaykum. O'yin ochiq o'yin bo'ldi. Ikkala komanda futbol o'ynadi birinchi navbatda. Muxlislar bor, ko'p gol bo'ldi. Menimcha muxlislar ham xursand bo'ldi bu o'yinni ko'rganidan va Paxtakor muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz. Jarohatdan qaytgandan keyin yaxshi qaytdingiz. Ishonchli o'yin ko'rsatyapsiz. Terma jamoa futbolchisi yaxshi formaga kirib boryapsiz. Jarohatdan o'sha 100% qutuldim. Boshida baribir chempionat boshlanganda murabbiylar o'sha narsaga olib keldi, sekin-sekin formaga kiritishga va formaga kirishim bilan sirasi olib qarasa o'yinga tashlashdi. Konsentratsiya emas, to'g'ri o'ynashdi bir tarafdan. O'sha ikkita gol urganimizdan keyin ular переключениеda ikkita pas bilan olib ketsa bo'ladi. Qanaqadir balki konsentratsiya, balki tushunmovchilik sabab ikkita gol o'tkazdik. No, bilamizsa g'alabaga erishdik baribir. Endi конечно, endi bir-birimizni to'ldirib o'ynayapmiz. Chunki страховка bor, boshqa bir narsa bor. Bir-birimizni ham yaxshi tushunamiz. O'sha sabab murabbiylar baribir balki jamoaga qarab, balki o'sha mana shu strukturaga o'tgandir. Endi u yog'i murabbiyga bog'liq.